Quraysh vakili Rasululloh bilan suhbatlashdi. Quraysh ichida ta'siri zo'r bu ikki azimat, ya'ni Umar ibn Xattob va Hamza ibn Abdul Muttalib, Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ular musulmon bo'lgandan keyin Makka osmonidagi zulm sitam qora tumanlari asta-asta tarqalib, havo ichilishga boshladi. Mushriklarmo o'zlarining musulmonlarni nohaq azoblab, qiynash va ziyonkashlik qilish masjidlardan bir oz yeshilib, o'shiga kelishga boshladi va Rasulullohning har qanday talabi bo'lsa, mumkin qadar o'rinlab, uning badaliga Rasululloh bilan diniy da'vatni to'xtatish haqida so'zlashishga urindi. Bu pul molning quli bechora miskinlar quyosh nuridan bahra oladigan har qanday narsa Rasulullohning da'vati oldida pashining qontishilik to'salg'i bo'la olmaydiganligini bilmagan edi. Shunga ular ko'zlagan nishonga yetolmayli qolmasdan balki tumshiqiga edi. Ibn Ishoq Yazid ibn Ziyoddan u Muhammad ibn Ka'b al-Qurazidan rivoyat qilib mundoq deydi. Utba ibn Rabi'a Quraysh ichida ta'siri bir qadar zo'r shaxs edi. U bir kuni Qurayshlar so'rinda so'z qilib mundoq dedi. Bu chaqda Rasululloh masjidda o'zi yolg'iz o'ltirib "Ey Quraysh jamoasi, men Muhammadning yeniga berib so'zlashib baqay va bir qancha turlik ishni uning oldiga salay. U bularning birini bo'lsa-mu qabul qilib qolar. Biz uning talabini qandirsak, ondan umi bu da'vatdan to'xtar", dedi. Bu Hamza musulmon bo'lgandan keyin islomni qabul qiluvchilar kunsi ko'payayotgan bir mazgil edi. Ular: "Bo'ldi, ey Abu Valid, ya'ni Utbaning kuniyati. O'rningdan tur, berib so'zlashib kelgin", deyishdi. Shuning bilan Utba o'rnidan turib, Rasulullohning qishig'iga kelib, yukinib adab bilan o'ltirdi va: "Ey qarindishimning o'g'li, siz bilasiz, qabila ichida inovat va o'rningiz alohida yuqori. Asab nasibingizmi ustun. Siz qavm qarindoshlaringizga shundoq bir ishni elib keldingizki, uning bilan jamoatchilik birligini buzdingiz. Ularning ilohlarini e'tiqod qilib kelgan dinini aybladingiz. Ota-bobolarining qilgan ishlarini kufrliq dedingiz. Quloq silib o'ltiring. Men bir qancha turlik ishni oldingiz qo'yay. Qarab beqing, biroz sizga yiqib qolar", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ayting, ey Abu Valid, quliqim sizda", dedi. Utba: "Ey qarindishimning o'g'li, agar siz bu ishlarni mol dunyoni deb qilgan bo'lsangiz, biz sizga ko'plab mol dunyo yig'ib berib, oramizdagi eng boylardan qilib yetayli. Agar o'rningizni yuqori ko'tarishni maqsad qilgan bo'lsangiz, sizni boshliq qilib olayli. Sizning fikringizni olmay ish bejirmayli. Podshoh bo'lgingiz kelsa, toj kiydirib podshoh qilayli. Navozi sizdagi illat jin shaytonlarning ofisidan bo'lgan bo'lsa, biz jinkash taklif qilib sizga zimat qildirayli. Siz salomat bo'lguncha qanchalik badal to'lasak arziydi. Nurg'un kishilar mushqildagi kasaldan davolanib qutulgan. Saqaygan dedimu, har holda shuningga yaqin bir gapni qildi", dedi. Utba so'zni oyoqlashtirib to'xtaydi. Rasululloh: "Gapingiz tugidimi?" deb so'radi. Utba: "Ha, tugidi", dedi. Rasululloh: "Endi mening gapimni angla", dedi. Utba: "Albatta anglayman", dedi. Rasululloh: "Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Bu nihoyat shafqatlik va mehribon Alloh tarafidan nozil qilingan vahiydir. Oyatlar ochiq bayon qilingan kitobdir. Biladigan qavm uchun nozil bo'lgan arabcha Qur'ondir. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchidir. Kofirlarni do'zax bilan ogohlantirguchidir. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi, uning oyatlarini fikr qilishdan yuz o'rdi. Ular uniga quloq solmaydi. Ular payg'ambarga: "Bizning dillarimiz sen bizga da'vat qilgan narsalardan farqlangan. Quloqlarimiz eg'ir. Sen bilan bizning oramizda parda, ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, bizmi o'z ishimizni qilayli", deydi, degan oyatni o'qidi. Ondan sura Sajdaning bosh qismini o'qib berishga boshladi. Utba Rasulullohning tilovatini anglab, jimjitlikqa cho'mib ketdi. U ikki qo'li bilan keyniga tayanib, qiroatning huzur alovatidan dong etib qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom mush suradagi sajda oyatiga berib sajda qildi. Ondan: "Angladingmi, ey Abu Valid? Anglagan bo'lsang, ahvol mana mushu", dedi. Shuning bilan Utba o'rnidan turib, o'z odamlarining qishig'iga mangdi. Buninggacha ular bir-biriga: "Qasam qila olaymizki, Abu Valid cho'qim o'zgarib keldi", deyishib o'ltirishgan edi. Utba kelib o'ltirdi. Ular: "Qanday xush xabar ko'tarib keldingmi? Ey Abu Valid, aytqin", degili turdi. Utba: "Mening elib kelganim azbiroyi Xudo, qat'iy anglab baxmagan bir xil ta'sirli so'zlar. Azbiroyi Xudo, u she'rmi emas, sehrmi emas va jinkashlikmi emas. Ey Quraysh xalqi, mening gapimga unanglar, menga itoat qilinglar. Bu odamning ishiga aralashmanglar. Uning bilan koringlar bo'lmasin. Alloh bilan qasamki, men bayotin
uningdan anglagan so'zlar cho'qim zo'r bir vaqa paydo qiladi ekan. Agar uni boshqalar, ya'ni Makkalikdan boshqa arablar bir taraf qilaversa, xo'p, yaxshi ish. Ish boshqalarning qo'li orqali bajarildi. Sizlarning beshinglar saqiydi. Navoda u butun arablarga bosh bo'lib qolsa, uning g'albisi sizlarning g'albanglar va uning izzati sizlarning izzat obro'yinglar. Texi sizlar ashu kishining sababi bilan eng saodatmanlardan bo'lib ketamsizlar. Uni kishi bilmaydi. Devidi ular azbaray xudo Muhammad seni tili bilan o'ziga band qilyapti deyishdi. Utba ularga bu mening qarashim, sizlarning o'z ixtiyoringlar, nima qilsanglar o'z ishinglar, mening karim yo'q dedi. Yana bir rivoyatda Utba Rasulullohning tilovatini anglab, mo'nglanib o'ltirib ketgan ekan. Bir chaqda Rasululloh Allohning sen ularga sizlarni Ad va Samud qavmlarining beshiga kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman degan. Qur'oni Karim 41-sura 13-oyat. degan oyatni tilovat qilib edi, u cho'chib o'rnidan turib ketdi va Rasulullohning og'zini tutib olib, "Xudo haqqi, urug' tuqqanchilikning hurmati" dedi. Uning bundoq qilishi bu oyatda ogohlantirilgan azob yeli tushib qolamdikin deb qattiq ansirganlikdan edi. U yuqorqi ahvollardan keyin Quraysh jamoatchiligining yeniga berib, oldingi so'zni qildi deyiladi. Abu Talib, Bani Hashim va Bani Muttalib jamoatlarini safarbar qildi. Vaziyat bir oz yaxshilanib, shart-sharoit yaxshilanishga qarab yuzlangan bo'lsa-mu, lekin Abu Talib yanala o'z qarindishining o'g'lidan xotirjam bo'la olmaydi. Chunki u oldingi mezgilda bo'lib o'tgan ishlarni bir-birlab ko'z oldidan o'tkazdi. U esiga oldiki, ular avval ochiqdan ochiq Abu Talibga urishimiz deb tahdid soldi. Abu Jahl cho'ng bir toshni ko'tarib olib, Muhammadning kallasini mejib etaman deb keldi. Uqba ibn Abu Muayt Rasulullohning gelini ridosi bilan bo'g'ib, o'ltirib atgili tasli qo'ydi. Ömer ibn Xattob Allah uningga hidoyat bermagan bo'lsa, uydan qilichini shimoylab, bugun Muhammadni cho'qim o'ltirib etaman deb chiqqan edi. Abu Talib bu bir qator ishlarni har bir o'ylasa, nihoyat qo'rqinchli bir qora ko'langa uning ko'z oldida paydo bo'ladi-da, buning bilan uning yuragi siqilib, ko'ngli boshqachalar bo'lib qoladi. Mushriklar uning himoyasini ko'zga ilmay, amon qarindishining o'g'lini qaslab o'ltirish qo'ydi bo'lishi, tasaddibiy qarniyat ablaqlardan birisi to'yiqsiz qo'l serib, qarindishimning o'g'lini nobud qilaversa, Ömer, Hamzilarmi yoki boshqalarmi amalsiz qilishi mumkin degan o'ylarni o'ylab, bosh oxiri yo'q g'amga patotdi va bir hazo o'ltirib ketdi. Abu Talibning kallasida yuqorqi qarash muqimdilib qoldi. Uning o'ylaganlari to'g'ri edi. Shu asnoda mushriklar Rasulullohni o'ltirib etishni oshkora qaror qilishgan edi. Ularning bu qaroriga Alloh Qur'onda ular Muhammad alayhisalom suiqasd qilishda biror ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhisalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Sura Zuhruf 79-oyat deb ishorat berdi. Bundaq ahvolda Abu Talib qanday qilish kerak? U Quraysh doiralarining o'z qarindishining o'g'liga qarshi jamoat fikr to'plab, qora kuch bo'lib o'yishayotganligini ko'rib, cho'ng buvisi Abdumanafning ikki o'g'lining avlodlari bo'lgan Bani Hashim jamoati bilan Bani Mutallib jamoatini yig'ib so'z qildi va ularni u hozir duch kelgan qarindishining o'g'li Muhammad alayhisalomni qo'g'dash va uningga xavf-xatar yetib kelishining oldini olish uchun o'rtoq kuch chiqarishga chaqirdi. Natijada uning chaqirig'iga bu ikki jamoatning musulmonlarimi, kofirlarimi Arab urug'doshligi va tarafbozlik asabiyati bilan ovoz qo'shdi. Bularning ichida faqat Abu Lahabla bu taklifga qo'shilmay Quraysh tarafda turdi. Quraysh doiralarining mazkur ikki jamoatga jazo yurgizganligi. Mushu bir necha hafta ichida mushriklarga nisbatan zo'r voqealardan orqa-orqadan mundaq 4 voqea yuz berdi. Hamza musulmon bo'lib oldi. Orqadilla Ömer musulmon bo'lib ketdi. Rasululloh bo'lsa, ularning taklif loyihasiga qo'shilmay savdolashishni rad qildi. Amdilikda bo'lsa, Bani Hashim jamoati va Bani Mutallib jamoati musulmon yoki g'ayri musulmon deb ayrilmay, hammasi Muhammad alayhisalomni himoya qilish va uni jon tikib qo'g'dashga qasamiyat qilishdi. Mushriklar bu taraqqiyotlardan hayron qolishdi. Haqiqatanmi hayron qilishga tegishli ish bo'ldi. Chunki ular namoda Muhammad alayhisalomni o'ldirib qo'ysa, Makka vodiysi qonga to'lib oqadiganligini, balki ular har ikki taraf bir-birini tub yiltizdan qurtib tugishish mumkinchiligini tunib yetdi. Şoňa ular bu oqibatlarni o'ylab, bevosita qonliq urush orqali emas, balki boshqacha bir xil usul bilan jazolashga tutish qildi. Lekin ularning bu usuli ilgirkidan qabih ham razil edi. Chekidan oshgan zulm sitam ahdinomisi. Quraysh doiralari Vadi Muhassab degan yerdagi Bani Kanana yig'in markaziga yig'ilib, Bani Hashim va Bani Mutallib jamoatlari Muhammad alayhisalomni bizga o'limga tutib bermagicha bu ikki jamoat bilan to'ylashmaslik, savdo setiq qilmaslik,
o'zaro uchrashib aralashmaslik, bordi keldi qilmaslik va uylarga kirib chiqmaslik, hatto salom saat qilishmaslikqa qasamiyat qilishdi. Va mushu vaqtda maxsus bir ahdnoma ma'qullab, Bani Hashim jamoatidan qat'iy sulhi qabul qilmaymiz va Muhammad alayhisalomni rozimanlik bilan o'limga topshirmoqcha ularga ish og'ritmaymiz deb hujjat imzolashdi. Ibn Qayyum mundaq deydi: aytishlariga qaraganda hujjatning tekstini Mansur ibn Ikrama ibn Amir ibn Hashim yozgan va yana bir rivoyatda Nazir ibn Haris yozgan deyiladi. Sahih rivoyat shuki, uni Bag'iz ibn Amir ibn Hashim degan kishi yozgan bo'lib, Rasululloh uningga duo qilgan edi. Natijada uning qo'li qurib qolgan. Mazkur to'xtamnoma imzolangandan keyin Ka'baning ichidagi bir to'rikka esib qo'yildi va shu kuni, ya'ni Bi'satning 7-yili Muharram oyi ko'ringan kechasi, Bani Hashim jamoati bilan Bani Mutallib jamoatining odamlaridan Abu Lahabdan boshqa musulmon kofir hammasi ayrilib, Makkadagi Abu Talib jilg'isiga qamal qilindi. Abu Talib jilg'isidagi 3 yil qamal qilish qattiq kuchayib ketdi. Ulardan ochliq va boshqa oziq-tuliklar uzib tashlandi. Mushriklar Makkaga kirgan ochliq va boshqa moddiy ashyolarni qo'ymay setib olganlikdan qiyinchilik shu darajaga berib ketdiki, ular daraxtlarning yo'pirma g'azonlarini va teri kirgatlarni yeyishga majbur bo'ldi. Hatto qiz-xotinlarning va narisida buvoqlarning ochliqdan nolib faryod qilishlari jilg'ining keynidan anglanib turadi. Ularga yetkazilgan turmush lozimatiklari xish aqrabolar yoki insonparvar kishilar tomonidan intayin maxfiy ravishda yetkaziladi. Muhasirga elinganlar bo'lsa, ehtiyojli narsa-keraklarni setib olish uchun faqat aram oylardala qamaldan bo'shinib chiqa oladi. Chiqqandimi Makkaning sirtiga chiqib setib olishga to'g'ri keladi. Chunki mushriklar Makka ichida mushu ikki jamoatdan bir kishi narsa setib olmoqchi bo'lsa, ularni aldirmaslik uchun savdoga to'plab pul ketib, matoning bahosini o'rlatib yetadi. Hakim ibn Hizam amma ochisi Xadicha radhiyallohu anhaga pat-pat ancha-muncha bug'doy qatorliq yemakliklarni yetkazib berib turadi. Bir qitim Abu Jahl uchrab qilib, uningga eslab oldi va uni bu ishdan cheklamoqchi bo'lgan edi. Abu Baxtari degan kishi orqa tushib, ming taslikda Hakimni haliqi bug'doyni amma ochisiga yetkazib berishga imkoniyat yaratib berdi. Abu Talib yuqorqi azob uqubatlarini tortayotgandan sirt Rasulullohdan xotirjam bo'la olmayotdi. U har kuni kech kirib, kishilar o'z kafirlaridan o'rin olishga boshlaganda, Rasulullohga suiqasd qilish maqsadi borlarni boplash uchun uni o'z o'rniga berib yetib qilishga buyurdi. Qarang'i tushib, el oyig'i jimiqqanda bo'lsa, o'g'illardan birini yoki o'z qarindoshlaridan birini va yoki navr inilaridan birini Rasulullohning o'rniga yotqizib qo'yib, Rasulullohni uning o'rniga berib yetishga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom va uning bilan birga muhosiraga elingan musulmonlar haj mavsumi mezgillarida qamaldan bo'shinib chiqa oladi va shundala kishilar bilan uchrashib, ularga islomni da'vat qila oladi. Yana mushu ozg'ina kunlardagi da'vat jarayonidami Abu Lahabning nimalarni qilib yuradiganligini oldingi boblarda zikr qildik. Yo'lsiz ahdnomaning amaldan qoldirilishi. To'liq 3 yil o'tib ketdi. Vaziyat yanala musulmonlarga foydasiz holda davomlashmoqda edi. Bi'satning 10-yili Muharram oyida haliqi tangsiz ahdnoma hujjati birdilla yirtib tashlanib, ittifoq buzildi. Uning jarayoni mundaq bo'ldi. Quraysh xalqi ichida mazkur shartnomaga nisbatan rozi bo'lguvchilarmi, norozi bo'lguvchilar bor edi. Ularning ichidagi norozi bo'lguvchilar mazkur hujjatni amaldan qoldirib, uningga qo'l qo'yg'uchi ittifoqni buzib tashlash uchun yo'l mangdi. Bu ishni bosh bo'lib vujudga chiqarguvchi Amir ibn Lu'ay jamoatidan Hisham ibn Amir degan kishi edi. U Bani Hashim jamoati qamalda qolgan mezgillarda ularga kechalari yo'shurun osh tomoq yetkazib berib turadi. U bir kuni Zuhayr ibn Abu Umayya Mahsumiyning qishig'i berib, "Ey Zuhayr, sen to'yg'ichi yeb, qong'ichi ichib o'tishga rozimi? Albuki sening tog'illarining ahvoli ashundoq tursa", dedi. Zuhayr uningga, "Hey seni, men nima qila olaydim? Men degan bir odam tursam, ammo men bilan yana bir odam billa bo'lgan bo'lsa, azbiroy xudo, cho'qim ashu tangsiz shartnomani bekor qilishga tirishib ko'ratdim." Hisham, "Undaq bo'lsa, sen bilan billa turadigan odamni tepib bo'lding", dedi. Zuhayr, "U kim?" deb so'radi. Hisham, "U men", deb javob berdi. Zuhayr uningga mamnun bo'lgan holda, "Yana bir odam izlab topqin", dedi. Shuning bilan Hisham Mut'im ibn Adiyning qishig'i bordi va uningga Abdumanafning pushti bo'lgan Bani Hashim va Bani Mutallib jamoatlari bilan bo'lgan urug' tuqqanchilik munosabatini eslatdi va uning bir aql egisi turib, Qurayshlarning mushu zulmiga rozi bo'lib o'ltirganligiga topib malomat qildi. Mut'im uningga, "Ey seni, men nima qila olaydim? Men degan birla odam tursam", dedi. Hisham, "Ikkinchisini topa olaysan", dedi. Mut'im, "U kim?" deb so'radi. Hisham, "Men", deb javob berdi. Mut'im, "Undaq bo'lsa 3 bo'layli. Yana birini izlab boqqin",
Devidi Hisham tepib bo'ldim deb javob berdi. Mut'im u kim deb so'radi. Hisham Zuhayr ibn Abu Umayya deb javob berdi. Mut'im amis 4 bo'lsin, yana birini izlab boqqin dedi. Shuning bilan u Abul Baxtari ibn Hishamning qishig'i bordi va uningga Mut'imga degan gaplarni qildi. Abul Baxtari bu ishga ovoz qo'shadigan biror odam chiqarmi deb so'ragan edi. Hisham albatta chiqdi deb javob berdi. Abul Baxtari u kim deb so'radi. Hisham Zuhayr ibn Abu Umayya, Mut'im ibn Adi va men dedi. Abul Baxtari bundoq bo'lsa yana izlab ko'rgin. Sonimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi dedi. Buning bilan Hisham Zam'a ibn Aswadning qishig'i kelib, uningga shu vaqtda gap qildi. Shu jazoga uchirg'uvchilar bilan bo'lgan yaqin urug' tuqqanchilik munosabatini eslatib, zimmasidagi haqlarni zikr qilib edi. Zam'a, sen da'vatgan bu ishni qo'llaydigan biror odam bormi dedi. Hisham, albatta bor deb uningga yuqorqilarni zikr qildi. Shuning bilan ular Hajun degan joyga yig'ilib, shu zo'ravonlar ittifoqining hujjatini amalda qoldirishga kuch chiqarishga kelishdi va buni tunji bo'lib Zuhayr o'tirib qo'ymoqchi bo'ldi. Ertasi atiganda hammaylan Quraysh kishilar bilan odatdagicha o'z so'rinlariga jam bo'lishdi. Zuhayr uchisiga esil bir tonni kiyib kelib, Baytullohni 7 qatim tavob qildi. Ondan to'pga qarab, "Ey Makka xalqi, biz qo'rsqimiz to'q, kiyimimiz butun yuriyotimiz. Bani Hashim jamoati ixtiyoriy holda ya ololmay, ya sotolmay halok bo'lib ketyotdi. Alloh bilan qasamki, men bugun ashu nohaq yo'lsiz shartnoma yirtilib, amaldan qoldirilmoqcha so'rininglarda o'ltirmayman" dedi. Abu Jahl masjidning bir bo'lingida o'ltirib Zuhayrning gapini anglab, "Yolg'on, kapshima, azbiroy xudo, uni hargiz yetib tashlashga bo'lmaydi" dedi. Zam'a ibn Aswad o'rnidan turib, "Sen kapshima, biz boshdan oxiri uning putilishiga norozi edik" dedi. Abul Baxtari yana bir tarafdan qo'pib, "Zam'a rost aytadi. Biz uningga norozi ham qat'iy qo'shila olmaymiz" dedi. Mut'im ibn Adi yana bir bo'lingdan ovoz ko'tarib, "Sizlar ikkinglarning degani to'g'ri. G'ayri qarashda bo'lganlar yolg'on aytadi. Biz bu shartnoma va uning moddalariga tutunmaymiz" va Hisham ibn Amrmo uningga o'xshash bir gaplarni qilib, taraf-tarafdan ovoz chiqib ketdi. Shuning bilan Abu Jahl hayron qilib, "Bu cho'qim maxfiy o'rinlashtirilgan tashkillik ish ekan" dedi. Bu chaqda Abu Talibmo masjidning bir chetida o'ltiribdi. Shu kunlarda Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga shartnoma hujjati to'g'riliq vahiy nozil qilib, hujjatning qog'oziga qurt tushirib, Alloh degan xatdan boshqa zo'ravonlik, ziyonkashlik va nohaqchilik moddalarining hammasini o'yg'andakli yavatganligini bildirgan. Buni payg'ambar alayhisalom tog'isi Abu Talibga aytgan edi. Shunga u bu xabarni qandoq qilib maydonga chiqarish o'yida bu yerga kelgan. Abu Talib bu gaplarni anglabla Qurayshlarning oldiga chiqdi va "Mening qarindishimning o'g'li menga bundoq bir xabarni yetkazdi. Agar u yolg'on so'zlagan bo'lsa, biz uni sizlarga topshiramiz. Navoda rost chiqsa, bizga yurgizayotgan jazoni bekor qilsalar, qandoq?" dedi. Qurayshlarmi "To'g'ri deding, insof bilan gap qilding" deyishdi. Abu Jahl bilan ilqi kishilar o'tirsida bir qo'r talash tortishlar bo'lgandan keyin Mut'im ibn Adi o'rnidan turib, ilqi shartnoma qog'ozini qo'liga elibdi. Qurutning hujjatdagi "Ey Alloh, sening isming bilan boshlayman" degan kalima va Allohning ismidan boshqa xat iznosi qo'ymay, hamma yerni yavatganligini bayqadi. Natijada mush kundan e'tiboran hujjat amaldan qoldi. Payg'ambar alayhisalom va uning jilg'iga qamalgan ikki jamoat kishilari erkinlikka chiqdi. Mushriklar mush munosabat bilan Rasulullohning payg'ambarlik alomatlaridan eng katta bir mo'jizani ko'rdi. Lekin ular Alloh taolo Qur'onda aytgandek, Quraysh kofirlari biror mo'jizani ko'rsalar, iymondan yuz o'rib, bu davomlashuvchi sehrdir deyishdi. Qur'oni Karim Sura Qamar 2-oyat deb xabar qilganidek, bu mo'jizadanmi yuz o'rishdi. Bu vaqadan keyin so'g'uq suv yana o'z aksini tortdi. Ularning ko'nikisili adab kufr ustiga kufr qo'shilib, chekidan oshgan kofirlardan bo'lib yuraverdi. Quraysh elchilarining Abu Talib bilan eng oxirgi qatim uchrashishi. Payg'ambar alayhisalom qamaldan bo'shinib chiqdi va burungi odati bo'yicha da'vat ishini boshlab etdi. Quraysh taraf garchi jazoni bekor qilgan bo'lsa-mu, lekin ular musulmonlarga besim ishlatish va dindan cheklash so'maganligini burunqidek davomlashtiryotdi. Ammo Abu Talib o'z qarindishining o'g'lini go'yo ko'z qarchug'ini qo'g'dagandek qo'g'dayotgan bo'lsa-mu, lekin uning yoshi 80 dan alqigan edi. Va mushu bir necha yildan beri uning beshiga orqa-orqa kelgan cho'ng kichik dard-alamlar bo'libmi jilg'i muhosirasi uning badanini ojizlashtirib, belini rusiyolmaydigan qilib qo'ygan edi.
Şunu u jilg'iga muasirdan bo'shang'ili bir qancha oy bo'lmayla ushtumtut kasal tegib, o'rin tutib yetib qoldi va bora-bora ig'rilishga boshladi. Bu chaqda mushriklar navoda Abu Talib o'lib ketgandan keyin uning jiyan o'g'liga bir ish bo'lib qolsa, arablar orasida satnom ko'tarib yurishdan qo'rqib, Abu Talibning ko'z oldida Rasululloh bilan yana bir qatim suhbatlashishga urindi va ilgari qoyil bo'lmay kelgan ba'zi masalalarda yo'l qo'ymoqchi bo'lishdi. Shuning bilan ular eng oxirgi bir qatimliq elchilar umaki tashkillab Abu Talibning qishig'i kirgizdi. Ibn Ishoq mundaq deydi: Abu Talib og'rib qolib, uning kesili ig'irlashib qolganligi Quraysh doiralariga yetib edi. Ular o'zaro fikrlashib, Umar bilan Hamza musulmon bo'lib ketib, Muhammadning ishi qabilalarning hammasiga taraldi. Shuni biz Abu Talib qishig'i borayli. U qarindishining o'g'lida bo'lsa tuzatsin. Bizda bo'lsa biz tuzayli. Azbiroy Xudo, biz ularning qo'limizdagi huquqimizni tortib olishidan amin bo'la olmaymiz, deyishdi. Yana bir iborada bu qari o'lib ketgandan keyin uning o'g'liga bir ish bo'lib qolsa, arablar bizni ayblab, ular Muhammadni o'z vaqtida bo'lishi qo'yib, endi tog'isi o'lgan hamon uni o'ltiribdi deb gap depshidan qo'rqamiz, deyishdi deyilgan. Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Abu Jahl ibn Hisham, Umayya ibn Xalaf va Abu Sufyan ibn Harb qatorliq cho'ng katavashlar va qabila oqsoqollaridan bo'lib, necha 10 kishi, ular taxminan 25 tak odam edi. Ular Abu Talibning qishig'iga kirib gap tashdi. Ey Abu Talib, hammamizga ma'lum, sen bizning peshqadam arbobimiz. Shunga bu rahimsiz kasal changal sapdi. Seningdan ansirab qilyapmiz. Jiyan o'g'ling bilan bizning o'ttirimizdagi ixtilofni sen bilasan. Shunga sen uni chaqirtib, bizda bo'lsa ochiq tuzitib qo'ygan. Biz tuzayli. Uningda bo'lsa u tuzatsin. Umi bizga chaqilmasin, bizmi uningga chaqilmayli. Umi bizning dinimizni ayblamasin, bizmi uning dini bilan korimiz bo'lmayli, dedi. Shuning bilan Abu Talib Rasulullohga odam avatib chaqirtib keldi va uningga: "Ey qarindishimning o'g'li, bilasiz, o'ltirganlar o'z qavmi jamoatimizning kattalari. Ular ba'zi ishlarda sizga yo'l qo'ymoqchi va ba'zi ishlarda sizni to'smoqchi bo'lib ketdi", dedi. Ondan uningga Quraysh elchilari u kelishning oldida aytganlarini va har ikki taraf bir-biriga chaqilmaslik taklifini o'tirib qo'yganligini aytdi. Rasululloh ularga: "Qaranglar, men sizlarga bir jumla so'zni to'g'ri qilay. Agar uni qabul qilsanglar, arablarga shoh bo'lasizlar. Ajamlar, ya'ni g'ayri arablar sizlarga el bo'ladi", dedi. Yana bir iborada Rasululloh Abu Talibning halq so'ziga javoban: "Men ularni mundaq bir jumla so'zga kelishni iroda qilyapman. Ular buni qabul qilsa, butun arablar ularga bo'ysunadi va ajamlar boj yasoq topshiradi", dedi. Uchinchi bir iborada Rasululloh Abu Talibga: "Ey tog'a, siz ularga yaxshilik elib keladigan bir so'zga da'vat qilsangiz bo'lmamdi?" Abu Talib Rasulullohga: "Ularni nimaga da'vat qilasiz?" deganda Rasululloh ularni butun arablarga xo'jayin bo'la oladigan, ajamlarni el qila oladigan bir so'zni deyishga da'vat qilaman, degan va Ibn Saqning rivoyatida Rasululloh ularga: "Sizlar mundaq bir jumla so'zga birlikka kelsanglar, butun arablarga xo'jayin bo'lasizlar, ajamlarmu el bo'ladi", degan. Rasululloh bu gapni degandan keyin ular jimibli qilishgan va foydasi muncha ko'p bir ig'iz gapni rad qilishni bilolmay hayron bo'lishgan. Ondan Abu Jahl: "Qaysi so'z u? Otang bilan qasamki, yelg'u bir ekan, 10 kalima bo'lsa-mi deymiz. Sen bilan birlikka kela olamiz", degan. Payg'ambar alayhisalom: "La ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa ma'bud yo'q deysizlar va Allohdan boshqa ma'budlarni qat'iy tashlaysizlar", deganda ular qo'llarini bulanglatib: "Ey Muhammad, sen bizning bir qancha ilohimizni bir iloh qilib bermoqchimi? Sening bu ishing ajab qiziq ishkan", deyishgan. Ondan ular o'zaro qilishgan so'zida: "Azbiroy Xudo, bu odam biz ko'zlagan nishonlarning hech biriga kelmaydigandek qiladi. Shunga hammamiz qaytib, ajdodlarimizning an'anaviy diniga ching esilib mangayli. Alloh bir kuni biz bilan uning o'ttirsini ayirib qo'yar", deyishib tarab ketishdi. Dal mushular haqida tuvandagi oyat nozil bo'ldi. Sod, shonli Qur'on bilan qasamki, bu Qur'on haqiqatan mo'jizadir. Balki kofirlar iymondan bosh tortmoqda va Rasulullohga muxolifatchilik qilmoqda. Ulardan ilgari kufr tufayli nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Halbuki bu qochadigan vaqt emas. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligidan ular hayron qolishdi. Kafirlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir. U nurg'un ilohlarni bir iloh qilib olmoqchimi?
Bu haqiqatan g'alati ish. Ularning, ya'ni Qurayshlarning kattalari so'rinlardan qo'zg'alib chiqib ketdi. Sizlar bilinglar, ma'budlaringlarga ibodat qilishda cho'ng turinglar. Bu haqiqatan bizdan irod qilinadigan bir ish. Ya'ni Muhammad sizlarni dininglardan tandirib, sizlarga o'zining ustunlik qozonishini irod qiladi. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasara dindagilardan anglamadik. Bu faqat o'ydirmadir. Qur'oni Karim sura Sad 1-oyatdan 7-oyatgacha. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini aqqan tuproqlarga jabha chekkan bu din uchun